Assalomu alaykum, skuter quvani ashaddiy muxlislari, ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa bizga kuzatib hamma kattarog'i Tesla modellarida 6 ta akkumulyatorli arzonrog'idan so'ragan obunachilarimizga Dugali variantimizda 6 ta akkumulyatorni arzon narxlarda qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa soni chegaralanmagan miqdorda dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. Manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Manzilimiz Farg'ona shahar, Quva tumani, sentrdan Tolmazorga chiqib ketishda 700 metrdan keyin masjidga yetmasdan chap qo'lda joylashgan. Ranglarini qarang, ko'k, seri ko'k ranglarda bor. Ichidan qorasi ham chiqib qolishi mumkin. Ranglar o'ta neobishniy ranglarda, oldi jitki tormozli amortizatorlari baquvvatidan qo'yilgan, o'ta yumshoq. Bilasizlar, Dugali skuterda yumshoq skuter bo'ladi. Eng yumshog'i Dugalida. Mana shu varianti, xudo xolasa, Tesla modellari. Dugali 002 Tesla modeli desalaring, albatta o'zim ishlarini chiroyli qilib bitkazib beraman. Obunachilarimizga sotuvdan juda arzon narxlarda qo'yib qo'yamiz. Ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Pastda nomer aloqaga chiqib, videoni ko'rishdan oldin bemalol bitta like bosib ketamiz. Obunachilarimiz bitta like ayamaymiz. Obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar bor. Ko'p gapirib o'tiramiz. Endi bular ma'lumot aytib o'tib ketamiz. Naq Xitoy akkumulyatoridan 6 ta joylashgan 20 amperli bitta to'liq zaryadda 50 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Parkovka rejimlari bor, ko'rishlaringiz mumkin. Parkovkadan chiqarib tezliklari 3-skorda 69 tezlikda harakatlanadi. 3 ta skorslari bor. Tablolar yangilangan versiyada kilometrlargacha aytib turadi. Necha kilometr yurgan probeglarni ko'rsatadi. Pоворotniklari bor, zadniy rejimlari bor. Signallarni qarang. Bunda ham zadniy rejim bor ekan, katta skuterlarkidan. Ham pultda, ham kalitda yurgizsangiz bo'laveradi. Endi xarajat uchun joylari bundan oldingi versiyalarda kichkina qilib ishlangan. Buniki juda keng qilib ishlanibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Neobishniy polilari, oyoqdagi polilargacha solib qo'yilgan. Juda chiroyli. Maza qilib ishlatasiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Kojali original kojada, egarlari juda yumshoq, orqalari ham ochiladi. Xarajat uchun juda bob model. Xarajatni solasizda bemalol kelinaveradi. Ochib ko'rsatib beraman. Obunachilarimiz ayamasdan video qilamiz. Original 70 va 20 amperli akkumulyatorlari bemalol bitta torz bilan quvunda solasizda kelinaveradi. Yondan shiraq-shiraq yopadi. 2 kishini bemalol oladi, 200 kilogacha yuk oladi. Menga yoqqan tomoni korpusi himoyalaydigan dugalargacha qo'yib qo'yilgan. Orqalari ham juda neobishniy qilib ishlangan. Qarang. Bir dona pult evazida, mana 2 dona chaqmoqni bosasiz, skuterimiz yurdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Motorlari 1000 vatli, original kalotchniy bo'ladi. Joyda ushlaydi. Ancha-muncha kalotkasi ketib qolmaydi. Nomerda fonargacha tushib qo'ygan. Orqa stoplari, pоворотниklari o'ta neobishniy yonadi. Albatta yoqib ko'rsatamiz, qarang. Pоворотниklari yoqishni o'ta chiroyli, shahar ichi juda zo'r, yumshoq, chiroyli modellardan. Oldilari ham o'ta chiroyli qilib ishlangan. Atrizatorlari LED faro bilan jihozlangan. Oldi jitki tormozda aytganimdek, amortizatorlar yumshoq, dugalari bor, ko'rsatib himoyalaydigan. Endi ko'pchilik o'chirishni bilmaydi. Pultni ochig'ini bitta bosasiz, skuterimiz o'chadi. Kalitda bemalol qizitib qo'yib, ishdan chiqib tayyor minib ketsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa bundan zo'rlari, xuddi shunaqalari hammamizga nasib qilsin. Narxlarni aytib o'tib ketamiz. $500 hech katta yo'q narx. $500 bemalol skuter quvadan, ya'ni o'zimdan pastga nomer aloqaga chiqib ishlarini chiroyli qilib bitkazsalaring bo'ladi. Ko'pchilik akkumulyatoriga ahamiyat bermaydi. Arzon olib qo'ydim, yutdim, zo'rini oldim deydi. Akkumulyatorlari Qo'qon ishi bor, original Xitoy bor, 2 xil bor. Xitoyda olib turib Zborkadan Qo'qon sovorishyapti, xudo saqlasin. Unaqalardan men kimdir yomonlanma. O'zlaring olsalaring, arzonga olsalaring nasib. O'zbekiston bilan dastavkasi atiga nima desa bo'ladi? Qashqadaryogacha 300 ming so'mdan. Xorazm bilan Qoraqalpoq joylarida kelishamiz. Endi qarang. Albatta, orqasi original kalotish, motori 1000 vatli, 8 vat masadashimiz 3.0 ga 10 ballon, amortizatorlar juda yumshoqdan ishlangan. 2 tomondan noshkalar bor, orqada odamga ham qo'yib qo'ygan patloshkalar qo'yib qo'yilgan. Yumshoq, eng zo'r modellardan aytganimdek, ranglarini ko'rdik. Seri bitta to'liq zaryadda 50-70, tezliklari 69, akkumulyatorlar 70 volt, 25 amper akkumulyator bilan jihozlangan. Xolasiz 60 va 39 amperli akkumulyator qo'yib beriladi. Narxini $560 dan chiqarib beramiz. O'ta vashi baquvvatlari ko'rishingiz mumkin. Juda zo'rlaridan. Jitki tormozlari joyida ushlab beradi. Ranglari xuddi shulardan.
obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. To'liqroq ma'lumotlar berib o'tdik. Kimga qanaqa savol bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib ketishlaring mumkin. Ikkita odamni shahar ichi bemalol harakatlantirsangiz bo'ladi. Ko'taraveradi. 200 kilogacha ko'taradi. 100 kiloli odamni ikkita ming wattli motor. Aytganimda tipaliqqa, adirliqqa, tog'larga tortgani zo'r model. Qashqadaryolik bitta akamiz yoqib berganmiz. Maza qilmay yuribdi. O'rtoqlarga, sheriklarga ham xuddi shuni tavsiya qilyapti. $500 70 va 20 amperlik, 60 va 39, 70-80 km yuradiganlarga $560 qilib beraveramiz.